Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli hamkorlar. Green Pro firmamizdan yangi modelimiz keldi. Ya'ni katta bo'lgan flansli nasosimizda ya'ni 3 xil skors variantida keldi. Buni ochib ko'ramiz. Mana hurmatli hamkorlar, hamkasblar. Bunda ham 3 ta skorsda ishlaydi. Mana bunda ham dan platali stekerli variantda. Mana birinchi skors, ikkinchi skors va uchinchi skors. Ya'ni 3 ta skorsda xuddi aylantirib, o'rnatib ishlatsa bo'ladi. Mana hozir birinchi skorsga qo'ydik. Birinchi skorsga qo'ydik. Ya'ni yopiladi. Tepasida glazok bor. Glazogida ko'rsada bo'ladi. Mana birinchi skorsda turibdi. Mana birinchi skorsda turibdi. Ko'rsada bo'ladi. Bunimizda kuchlanishi ya'ni modeli GRS 49 220 voltda ishlaydi. Quvvati birinchi skorsda 535 vatt, ikkinchi skorsda 557 vatt, uchinchi skorsda 569 vatt oladi. Maksimalniy napori 10 metr, minimalniy napor 9 metr ko'taradi. Kubaturasi soatiga 14 kub suv haydaydi. Mana buni boshqa modellar ham kelgan, xuddi shu ko'rinishda. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu Green Pro firmamizdan bu ham 25 ga 15 modeli, 25 ga 12 modeli, 32 ga 12 modeli va 600 wattdan ikkalasi chastotniy bo'lgan, ya'ni rezbalari 40 talik va 50 talik bo'lgan chastotniy variantimiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, Green Pro firmamizdagi nasoslarimizning dizayn jihatdan korobkalari biroz o'zgarish kiritilgan. Va yangi modelidan, ya'ni 25 ga 10 va 32 ga 10 modellari ham kelgan. Keyin poyiga mana bu skorsli variantlarimizni qo'ygan variantlari. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu kichkina nasoslarimiz nima deyotgan bo'lsanglar, bu nasoslarimiz sirkulyatsiyon nasosi, orqasi nerjivika bo'lgan. Ya'ni buni resirkulyatsiyaga ishlatsa ham bo'ladi. Bular 9 vatt 10 litr minutiga suv beradi. Mana ikki xil ko'rinadi.